Endi bir qabzadan kam bo'lsa, bu boradagi fikrlar quyidagicha bo'lgan. Yana mana shu Durarul Hukam kitobida aytiladiki, soqolni bir qabzadan qisqa qilib qo'yish bu ba'zi mag'ribliklarning ishidir va bunga hech kim ruxsat bermagan. Uni butunlay olib tashlash esa va akhdu kulliha fi'lu majusil a'ajim val yahudi val hunudi va ba'di ajnasil ifrinj. Soqolning hammasini olib tashlash bu ajam millatiga mansub bo'lgan majusiylarning ishi va yana yahudiylar va hindlar hamda Farangistonning ba'zi toifalari qiladigan ishdir degan ekanlar. Al-Bahrur Rayiq Sharhu Kanzid Daqoiq kitobida aytadilar, soqoldan demak kamaytirib olish, ya'ni bir qabzadan kichkina qilib, kam qilib qo'yish mag'rib ahllaridan ba'zi bir insonlar qiladigan va yana muhannasati minar rijal, erkaklardan muhannaslar, ya'ni xunasa bo'lganlarining ishidir deb aytgan ekanlar muallif. Bu demak Hanafiy ulamolarining kitoblaridan olingan qavullar. Endi ikkinchi navbatda keladigan mazhab, ya'ni mazhablarning fiqhiy mazhablarning ikkinchilari Maliki mazhab. Imom Malik mazhablariga mansub Risalatul Qayruvani kitobida keltiriladi. Imom Malikning so'zlari. Avval boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam soqolni to'kis qo'yingiz degan hadislarni eslatganlar va keyin Malikning so'zlarini aytganlarki, "Wala ba'sa bil akhzi min tuliha idza talat kaseeran." Agar soqol nihoyatda uzayib ketgan bo'lsa, uning bo'yidan demak kesish mumkin va bu ishni sahobalardan va tobiinlardan bir qanchalari qilganlari rivoyat bo'lgan deydilar. Yana Mawahibul Jalil fi sharh muxtasar Shayx Halil kitobida va halqul lihyati la yajuzu, soqolni qirish mumkin emas va kadalika sharibu, shuningdek mo'ylovni ham qirish mumkin emas deb yozilgan. Va huwa muslatun va bid'atun, bu musla va bid'at sanaladi. Musla degani demak insonni tahqirlash, quloq burnini kesib, nauzubillah demak tahqirlash. Bu xuddi shunga o'xshab ketadi. Soqolni qirish va mo'ylovni ham qirish, butunlay tegi tubi bilan qirish bu demak musla va bid'at sanaladi deb aytilgan. Bu Imom Malikning qavllari. Imom Malik shunday deb bilardilar. Ya'ni bu yerda e'tiborlisi mo'ylovni qirish masalasi. Soqolni qirish masalasi barcha ulamolar nazarlarida ham mumkin emas deyilgan, lekin mo'ylov qirish bu ixtilofli masala. Soqol qirishning ixtilofi yo'q, barchalari mumkin emas deyishgan. Mo'ylovni qilish esa Imom Malik nazarlarida bid'at sanalgan. Yana Al-Fawakihud Dawani ala Risalat ibn Abi Zayd al-Qayruvani kitobida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam soqolni to'kis qo'yishga buyurganlarini hujjat qilib aytadilarki, bu degani demak soqolga hech narsa tekkazmasdan, tig' tekkizmasdan o'z holiga qo'yishni anglatadi. Amara, payg'ambar alayhissalom buyurdilar. Demak payg'ambarimizning alful liha degan so'zlari, soqolni to'kis qo'yingiz degan so'zlari vojibga dalolat qiladi. Ya'ni bu farzligini, soqol qo'yish farz, vojib ekanligini anglatadi deydilar. Va amma qassuha fa in lam takun talat fakadalik. Ammo uni qisqartirish esa agar nihoyatda uzayib ketmagan bo'lsa, buning hukmi ham o'sha soqolni qirishga o'xshaydi. Agar nihoyatda uzayib ketgan bo'lsa, unda o'sha uzunligidan qisqartirish mumkindir deydilar. Demak bu Imom Malik rahimahulloh mazhablaridagi so'z.